Yo, hamma sog'liksizlar. Sizlar bilan men Shahriyor va sizlar Shahriyor Minecraft kanalisizlar va bugungi videoda biz sizlar bilan OneBlock kartasini o'tamiz. Ya'ni o'ynaymiz, xo'sh. OneBlockni hamma bilsa kerak. OneBlock bu bitta blok va siz kattalashaverasiz. Bitta blok ustida, lekin u abadiy. Eng muhimi shu abadiy blokni esdan chiqarib qo'ymaslik qanday ekanligini. Xo'sh, sizlar bu videoni ko'rishdan oldin bu videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'sh. Yuraveraman. Iltimos, bu videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Iltimos, kanalga obuna bo'linglar, bu videoga like bosinglar va kommentariyaga yangi qism chiqsin yoki yo'qmi kommentariyaga yozib qo'yinglar. Men esa boshladim videoni, xo'sh. Hoppa, hop. Sindiramiz qo'rqmasdan. Hoppa. Daraxt, yaxshi. Yaxshi, to'g'rimi do'stlar? Xo'sh, sandiq. Olma va daraxt kerak qoladi. Daraxt ham do'stlar. Axir ham bu OneBlock-ku do'stlar. Hoppa. Daraxt yana. Xo'sh. Yer. To'q tushib ketdi. Do'stlar, o'ylaymanki platformamizni sal-pal kattaroq qilish kerak. Ayniqsa mana shu OneBlockni boshlanishini. Keyin bu yoqni qilish shart emas. Bu yoqni endi miniroq qilish kerak. Keyin kelajakda bitta daraxt ekib mana shunga o'xshash narsalar do'stlar, o'zingizlar tushunasizlar. Xo'sh. Hozir esa bitta blokni sindiraveramiz. Yana sandiq va bu safar suv. Agar lava ham kelib qolsa, biz buznikni generatorini yasolamiz. Bu juda zo'r do'stlar. Agar biz buznikni generatorini yasolsak, nima deyapti? Ready for adventure. Do'stlar, ayniqsa hozir men shu o'ynayotgan OneBlock kartamni Telegram kanaliga tashlab qo'yaman va sizlar ham xuddi men kabi shu kartda o'ynashingiz mumkin do'stlar. Agar istasangiz tashlab qo'yman. Albatta Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanal videoni silkasida, kanal profilida ham bor va videoni kommentariyada ham bo'ladi. Xo'sh. Nima deyapti? Nima YouTube data MC deb qo'yibdi, mayli. Bir plains, block, grass, mickey, root, dirt va shunga o'xshash yozyapti. Mayli, yozaversin. Biz esa platformani sal-pal kattalashtiramiz do'stlar. Baribir ham hech kimga ortiqchalik qilmaydi. Mana bunday qilish. Hoppa va do'stlar, hoppa deb qolaman. Xo'sh, nizomda katta bo'ldi va men ikkiga ham bir ikkita bloklar qo'yaman. Hop, olaman buni va buni bu yerga va bu yerga. Zo'r bo'ldi do'stlar. Va endi biz mana bu mendagi daraxtdan do'stlar yog'och yasaymiz. Va bu yog'och bilan OneBlockni atrofini o'rab qo'yamiz. Adashib ketmaslik uchun do'stlar. Hoppa. Do'stlar, endi shuni sindirish kerak endi. Voy. Hoppa. Yo'q, tushgachimizda qoldi do'stlar. Hoppa qilamiz do'stlar va bu yerni ham o'rab qo'yamiz. Hop. Hammasi chiroyli bo'lishi uchun maytni sindirishimiz kerak va bo'ldi do'stlar. Ana endi OneBlock to'liqonli ravishda tayyor va biz mana bir ikkita blok qo'yib qo'yamiz. Hoppa qilib. Nizamda yaxshi bo'ldi do'stlar. Ana endi shu ketmaymiz qayda OneBlock bor ekanligini. Xo'sh, hozirchalik oshqovoq yaxshi, yer. Qanaqa alt yer, oshqovoq, yer, daraxt do'stlar. Yaxshi. Balki o'zimning bazamni va shunga o'xshash narsalarni qurarman. Kim biladi, to'g'rimi? Biz yana daraxt ham daraxtim bor. Nega ekkanim yo'q? Mana bu yetroqqa eksam bo'laveradi. Yo'q, tutinglar do'stlar hozir. Siz orolni kattalashtirayda. Siz uzoqroqqa ekib qo'yaman hech kim qarshi. Hoppa qilamiz do'stlar. Kim bunaqasiga ham orolni kattalashtirish kerak. Yiqilish edi, mana sakrash bo'lsa oribman do'stlar. Hoppa do'stlar. Daraxtni ketib mana bu yetroqqa ekaveraman. Shu yerga eksam o'zimni to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman va daraxtni mana bu yerga ekaman do'stlar. Va blokni sindirgani kelaman yana. Mol. Esi bo'lish kerak do'stlar. Chichoqlarni yiqilishardi. Qo'rqib ketdim.
Sabr ehtiyotroq bo'l. Sekin. Yo'q, sekin yo'l to'smaylik do'stlar. Voy, qo'rqib ketdim. Tushib ketarmikin deb. Biz kelajakda bu platformaga kelishlarimiz, uylar quramiz, balki o'zimiz shahrimni qurib olaman, to'g'rimi do'stlar? Chunki oddiy Minecraft safar zerikarliroq. Mana Vamblok esa haqiqiy выживание do'stlar. Chunki tun tushadi deb o'ylayman, lekin yaxshi ham bu yerda. Lekin zombilar paydo qolishi mumkin. Sandiq. Lava, iltimos lava. Ya, o'tirib oldim ikkinchalik. Lava. Gullar. Zo'rga aytaymi do'stlar? Nazarimda men bu sandiqni unchalik bu sandiq men kerak emas, lekin krasiter uchun kerak qolishi mumkin. Masalan, qaysi rang kerak bo'ladi? Bu endi olaman shu gullarni ham mayl olarik. Balki ikki qo'yaman. Look button do'stlar, look button. Fiksaydi haligi guli. Bitta sindirayda. Hoppa, tushdi. Va yana biz sandiq ham ochishimiz kerak. Sandiqlarga solib beramiz do'stlar, bemalol ochishlarni. U ham orolni sal kattalashtirganimizdan keyin bo'laveradi hammasi sekin. Ehtiyot bo'lishni. Bu nima o'zi do'stlar? Ya bittasi tushib ketmaydi. Oddiy yerdan ishlataveraylik, u qandaydir g'alati narsaga o'xshayapti. Xo'sh. Ko'rlikchi yana inventarimdan bor ekan. Gullar. Tushunarli. Men bilmayman, zemlya skarnyami kerakligimi yo'qmi bilmadim. Har kim qarshi maytga qo'yaveraman. Ko'ppa qilamiz va buni ham zemlya skarnyami ekan, balki yordamlashadi. To'g'rimi do'stlar? Buni esa bu yerga oddiy qilib qo'yaveraman. Va Vamblokni sindirishni davom etamiz do'stlar. Shimolni urib yuborgim rosa kelyapti, lekin urmayman. Voy, do'stlar shunaqa ham bo'ladimi, to'g'rimi qaranglar? Lekin normallik kattalashlik deb o'ylayman, to'g'rimi? Kelajakda uylar quramiz, moblarga hali zagonlar dishadi-yu. Voy! To'xshit do'stlar, afsus. Mol, qara. Sen antroda yur. Voy! Kelar do'stlar, shu ekan, bunday qo'yib qo'ymasam tushib ketyapti shu mol ham. Men qarashib qo'rqyapti shu mol. Tushib ketadi deb o'ylayman, bir. Tushib ketmaydi. Yaxshi, molam men bir surib tushib olmadi. Xo'sh, zemlya skarnyami, xo'sh. Cho'chqa yaxshi. Ashaqroqqa borib tur, bor. Shuni sindiraman, glingi shar. Xo'sh do'stlar. Nazarimda orolni kattalashtirgan va sandiqlarni qo'ygan joyim keldi. Va birinchi o'rinda biz orolni normalni kattalashtirib chiqamiz. Va men bu ishni mana bu yerdan qilib ketaman va mana bu yerdan boshlayman do'stlar, chunki bu yerda juda ko'p moblar tushib ketyapti. Bu juda kichkina platforma qoldi. Do'stlar, sezgan bo'lsanglar kerak o'sha. Shu yerni kattalashtirmasak, umuman bilmayman qanday yuramiz o'nsam. Hargina ham to'q tushib ketdi bitta. Bu biz uchun esa juda katta yo'qotish. Qolganlarni mana bu yerga qo'yib beraman. Xo'sh, sekin, faqat shoshilmasdan qo'yaman. Hoppa deb do'stlar. Va buni ham bo'ldi do'stlar. Va sandiqni ham где-то farqi yo'q, o'zim aytib qo'ysam bo'laveradi do'stlar. Где-то maytroqqa. Keyin ustiga ham sandiq qo'yaman va tayyor do'stlar. Va sandiqlarga kerakli narsalarni solaman. Masalan, shularni. Look button, bilmas, Orxideya, Vasilyok. Vasilyokni o'tiramiz deb, mayli turaversin look button yonida. Xo'sh, buni ham look button, Vasilyok, podsolnuq hammasini solib qo'yamiz do'stlar. Mana do'stlar, xo'sh, hech qolib ketmadi nazarimda. Keslarni hammasini shu yerga solaveramiz. Ayniqsa gullar umuman kerak emas, oshqovoq ham kerak emas, glina ham kerak emas, bu ham kerak emas. Suvni olib qo'yaylik, hayitmi qarshi saqlash kerak. Daraxtdan balki
balki emas, aniq platforma yasayman. Bu kerak bo'lib qoladi. Bu esa unchalik kerak emas. Buni shu yerga bo'ldi. Endi hamma keraklarni tunishyapti. Mor, ehtiyot bo'l. Biz buni do'stlar, aytayman, burchakka qo'yib qo'yamiz. Baribir nega yo'q? To'g'rimi demoqchidim, unutmay qoldi. Voy. Qo'rqib ketdim do'stlar. Bo'ldi. Ana endi esa biz platformani yanada kattalashtiramiz. Yaxshisi, Verstaga kerak, anchadan beri Verstaga kesmayapmiz, cho'tta. Verstaga ham kerak narsa do'stlar, bilsanglar kerak. Hamma mikrofon yegan odam birinchi o'rinda Verstaga kesaydi. Men esa hali esamayapman do'stlar, qayerlar уже. O'zimni qanday Minecraft deb yuraman bo'lsam. Xo'sh, bu yerga bitta buni va kirka bilan boltani esa olaman. Bo'ldi. Endi meni hech kim to'xtata olmaydi. Labat esa olaman endi do'stlar, aniq. Shu mollarni sal olib tursak zo'r bo'lardi. Cho'chqa yo'q. Tushib desalar. Xo'sh. Do'stlar, tun ham boshlandi va men tunda tezroq qo'yli bo'lganimda zo'rroq bo'lardi do'stlar. Platformani endi ikkita paketlashtiraman, lekin zombilar paydo bo'lib qolish ehtimoli borgan sari ko'payyapti, lekin yaqin orada bizni bezovta qilishmaydi degan umiddaman o'sha zombilar. Hoppa va bu yerga ham hoppa qilamiz. Do'stlar, tunni umuman yomon ko'raman, lekin endi nima qilamiz, to'g'rimi? Boshqa ilojimiz ham yo'q. Va nihoyat sandiq va daraxt berildi do'stlar bizga. Beryoza berildi. Daraxt barglari negadir, lekin bilmayman nega kerak qolar balki va daraxt urug'i. Eski daraxtimiz o'sib chiqqani yo'q. Bilmayman nega, lekin mayli. Atrof balki joy kamdir. Bunday qilaylikchi. Boshqa yerim yo'qmi? Afsus, yo'q ekan. Bo'lmasam albatta o'stirardim. Xo'sh, tun bo'lsa ham endi nima qilardik, to'g'rimi do'stlar? Hoppa qilamiz-da. Xo'sh. Daraxt sindiramiz. Balki orada voy. Proshlo dengay 0 kun ekan. Bizga cheksiz ovqat kelibdi do'stlar. Yaxshi. Va mulkni menga nima yoqadi deymi? Biz bu yerda hali sizlar bilan ko'rasizlar. Minecraftda deydi, shu yerda katta ferma, uy. Cheksiz ovqat yiqilma. Bor anaqa bor. Shunga narsalar quramiz do'stlar, hali ko'rasizlar. Meni aytdingizlar do'stlar. Bochka. Topor, qilich, bu ko'snay muka. Kaming mana qo'yadi do'stlar va bu bilmayman bu ham. Bu juda zo'r do'stlar. Bundan zo'r bo'lishi mumkin emas, lekin men hozir o'zimning toporimni ishlatib beraman do'stlar, baribir ham. Xo'sh. Do'stlar, aynan men o'ynayotgan OneBlockni mening Telegram kanalimdan qilib qo'yishingiz mumkin. Telegramga tashlab qo'yman shu kartani. Versiya 1.20. Короче, Telegramda o'zim aytaman, necha versiyaligini. Xo'sh, daraxt sindiraveraylikchi. Do'stlar, rostdan aytaman, daraxt sindirishdan oson bo'lmasa kerak. Men daraxt sindiryapman, o'sha o'zingizlar ko'ryapsizlar qanaqa osonligini buni. Faqat chiqib tunda zombilar, pombilar paydo qolmasa bo'ldi do'stlar. Bilmayman nega, lekin shunda qo'rqyapman xolos do'stlar, men boshqa narsa qo'rqmayman lekin. Xo'sh. Do'stlar, men qiladigan bitta ish keldi. Men buni tuzataman. Men bu bo'tcha yerini olib tashlayman birinchi o'rinda. Balki shu o'sishga xalaqit berayotgandir. Hoppa qilaman va nihoyat shu daraxtga normalniy yer beraman. Qo'yil yer emas yer. Mana bu yerni kattalashtiraman va endi bu daraxt o'z chiqishi 100% kafilmanmi? 100% joy berma, o'z chiqadi do'stlar, qayerlar mana. Faqat vaqt kerak. Men esa ungacha kartani kattalashtirgan bo'lardim. Masalan, shu sumni o'rtaga qo'shardim. Mana bunaqasiga va shunaqa qilib. Do'stlar, o'ylab ko'ringlar.
balki streamlar ham olib ko'rsammikin. Balki ertaga stream qilishim ehtimol bor. Agar do'stlar nimadir bo'lib qolsa, tayyor bo'lib turinglar. Ertaga 12-noyabrmi do'stlar? Ha, ertaga stream olishim mumkin va shunga o'xshagan gaplar do'stlar. Xo'sh. Hoppa. Va blokning ikkinchi qismi chiqsinmi yoki yo'qmi? Xo'sh, shuni ham aytib qo'yinglar kommentariyada. Van blok sizlarga qiziqmi yoki yo'qmi shuni bilib olishim kerak do'stlar. Agar keyinlar shu videoni tagida nechtadir like qilishim shart, bilmayman, lekin sizlarga qiziqmi yo'qmi kommentariyaga yozib qolinglar, shundan bilib olishim mumkin va videoni tagida like'lardan ham do'stlar. Chunki van blok qiziq bo'lmasligi ham mumkin sizlarga. Xo'sh, ovqat va kartoshka. Va bu narsalarni o'ylayman. Va bular va archani urug'i. Menda kirka bor ekan, bilmadim nega ishlatmayapman. Qo'lni sindirsam tezroq sindirardim deb o'ylayapman, mayli sindiraveralikchi. Yaxshi, tez sindiryapmiz do'stlar. O'ylashimcha yaqinda kun tushishi kerak. Qo'y paydo bo'ldi va nihoyat, lekin oqmas ekan. Oqmassan-u. Bilmadim do'stlar nega, lekin mayli. Xo'sh. Buni sindiramiz, buni ham sindiramiz do'stlar. Yuqurishni boshlasam ham bo'laveradi-yu, lekin voy. Eshik paydo bo'libdi уже. Keyingilar где-то mana bu yerga o'zimning birinchi nachalnik uyimni qurishni boshlayman. Mana bunday qilib o'zimning uyimni qurishni boshlayman do'stlar. Bu birinchi uylik uchun ham jamchalik katta bo'lishi shart emas deb o'ylayman. Balki bu uyda kelajakda kimdirda joyga aylantirarman, lekin hozirchalik o'zimga kichkina uy qurib turishim kerak agar hayotga qarshi do'stlar. Xo'sh, bu yerga buni qilib ketaveramiz va bu yerni sal oshirib olibman, bu yerni yo'q qilamiz. One blockni yo'q qilish ham qandaydir qiziqda. Xo'sh, qum chiqsa keyin aynaklar quramiz. Aynak bo'lguncha esa bu yer mana shu yerda ochiq turadi shunday bo'lib. Bu yerga bloklar qo'yamiz. Bu yerga o'z bu yerdagi narsa olib tashlasak ham bo'laverar ekan, lekin mayli qo'yib qo'yaylik bu yerga ham. Bu yerda yana ikkitalik aynak bo'ladi va bu yerda aynak bo'lmaydi. Cho'chqa qoch. Xo'sh, sunduq nima qilaman? Menga daskalar kerak etmay qoldi do'stlar. Uy qurishga juda ko'p daska kerak do'stlar menga. Aynak bu bilan bu yerda ham xuddi o'sha bilan bir xil aynak bo'ladi. Mana shu yerda eshik qilaman. Xo'sh, mana shu yerda bo'ladi do'stlar eshigim. Mana shu yerda eshik bo'ladi va juda sal pastroq bo'lib qoldi do'stlar. Tom ham qurishimiz kerak deb o'ylayman. Mana bunday qilamiz va bu yerga yana buni qo'shsak, ha bo'ldi. Qoch, eshik ochib turaveraman. Eshik bor. Xo'sh. Yo, shunday bo'ladi. Va buni bo'yindek. Do'stlar, va nihoyat quyosh chiqyapti, va nihoyat. Voy, bu shu quyoshni qancha kutdim do'stlar, qaylar. Videoni yarmi ham o'zi tunda o'tib ketdi, lekin qo'rqmanglar, quyosh chiqyapti, quyosh. Ha do'stlar. Hoppa, hop. Voy, sapni oldimmi, hech qisi yo'q. Yaxshi, Minecraft eshiklariga suzmaydi-ya. Xo'sh, yoniga yana endi sandiqlar qo'yaveraman. Bu men sandiqlar qo'ygan joyim bo'ldi do'stlar. Xo'sh, eshikni endi quramiz. Eshikni mana bunaqasidan eshik shunday, men bunisi menga yoqdi. Eshikni ko'proq shunday eshiklar yaxshiroq deb o'ylayman. Mendagi eshikni. Ortiqcha eshiklarni bu yerga olib qo'yaman do'stlar. Bu ham bu yerga ketadi, bu ham. Bu kerak emas, bu ham. Yo'q, yer kerak. Mana bu yer kerak emas. Bu ham kerak emas, bu ham. Yana bu ham kerak bo'lmaydi. Mana bu ham kerak bo'lmaydi do'stlar. Ovqat joyimda tursin, xo'sh. Kelar osh qoldi, nima qilaman men? Balki kelajakda temirgali emasman, lekin hozir unchalik kerak emas. Xo'sh, uyim nazarimda yaxshi chiqdi, lekin qum topmagunimcha bu uy unchalik uy deb bo'lmaydi do'stlar.
Do'stlar, shuni uy deb olammi yo'qmi kommentariyga yozib qoldinglar. Uyimga 0 dan 10 gacha baho beringlar. Xo'sh, nechta qo'yardinglar 0 dan 10 gacha baho bersangiz? Nazardan yaxshi bo'layman. Bu faqat mening nazariyam xolos do'stlar, qaylar. Hoppa, bunday qilib ko'rishamki uyda ishlab. Voy, tongda albatta quramiz, soat keyinroq. Balki hozir qurarman. Bir ikkita blokim bor edi-ku. Lekin mayli, ozchalik esa men blokka qaytaylik. Xo'sh, buni olaman va buni ham olaman deganim. Xo'sh, kartoshkami? Ha, tig'gan. Xo'sh, yaxshi ham toporim bor. Kamenlik. Sindiraveramiz. Hozircha sindiraylik, keyin uyni endi. Do'stlar, Brangeni chiqdi va nihoya. Do'stlar, qaranglar, bu respekt. Men buni yaxshi ko'raman, buni futbol to'pi deb tasavvur qilaman. Do'stlar, qaranglar, futbol to'pi. Buni bitta urib qo'yish kerak, xolos, lekin urgim kelmayapti. Do'stlar, bu turaversin, baribir ham moblar ko'p bo'lsa qancha shuncha yaxshi. To'g'rimi do'stlar? Xo'sh. Neden? Sandık do'stlar, ovqat. Yana ovqat. Men bilmayman nimaligini. Buni ham va meshok do'stlar. Va meshokning ichiga narsalarni solishim mumkin. Bu juda zo'r do'stlar. O'zi kartoshkani solib qo'yibman. Yo'q, tursin. Men unga keyinroq narsalar solaman, ozchalik shart emas, lekin xuddi o'sha meshok ham do'stlar zo'r narsa, u menga yarasha ko'p yordam beradi. Masalan, temir qilichim solib qo'yishim mumkin va bitta temir qilichni soldim do'stlar va u tug'ildi. Lekin 8 ta kartoshkani bemalol sig'dirdi. Qanaqasiga do'stlar, tushunmayapman. Qaranglar. Bitta temir qilichni ko'tara olmagan, lekin 4 ta sabzini bemalol ko'tardi. Bilmayman do'stlar, bilmayman. Mayli, xo'sh, sindiraveraylik. Hoppa. Ikkinchi brangeni do'stlar, brangeni degan. Uzr, adash ketdi. Cho'chqa. Muncha moblar paydo bo'laveradi. Faqat moblar paydo bo'lyapti do'stlar. Bu ikkinchi brangeni siz cho'chqa hozir ichidan keyin bitta mob paydo bo'lsa hayron qolmayman do'stlar. Ana 3-brangeni do'stlar, bo'ldi. Men lokatsiyani kattalashtiraman. Bu lokatsiya qilib ketdim. O'sha joyi kamligini qaranglar. O'zimga ham hatto yurgan joyga, men to'pga aylanmayapti qo'qqanda. Qo'yma, to'pga aylansang sen tepaman. Undan ko'ra oddiy yuravermaysanmikin. Meselelarga demakki lokatsiya tayyorlayapman. Keyin do'stlar, kelajakda agar albatta video ko'p like qilib davom chiqsa, men hali fermerlar ham quraman. Fermerlarga shularni tiqib qo'yaman. Ma'lumot qarash o'qimayapti, lekin mayli. Hoppa. Sekin bu yerga yana blok qo'yaman va uyning orqasini quradigan vaqt keldi do'stlar. Hoppa do'stlar. Tezroq qum tushsa edi do'stlar, aynan qurardim uyga. Zo'r bo'lardi do'stlar o'shanda. Agar aynan desa. Tugab qoldi blok. Mayli do'stlar, aynan shunday paytlarga menda yo'q, buni keyinroq aytaman. Va sindirishda davom etamiz do'stlar. Yana paydo bo'ldimi? To'g'ri ekan, mayli. Yuraversin. Ham lokatsiyani bekarga kattalashtirmadim do'stlar. Ko'snay mukabini men kirkada qilaman. Qolganini esa toporda. Xo'sh. Yana bitta mob. Shu to'g'ri payt do'stlar ko'p mob chiqyapti. O'rol kattalashganga bo'lsa kerak bu. Bilmadim. Juda narsa shunday o'tib ketdi o'yin lekin. Cho'chqa ham kirib olibdi qaydandir. Yuraversin, bo'pti, yuraversin. Uyimga eshikni ham ochib qo'ydim, kirishaversin uyimga ham. Xo'sh, sindiraveraylikchi. Xo'sh, sandiq, ovqat, daraxt. Daraxt yig'il. Hammasini qo'lda tutmayman do'stlar. Shunaqa ham kun bo'ladimi? Qaranglar do'stlar. Hoppa. Burasi o'xshadi. Non va qolganini o'zim bunday qilib sindirsam bo'laveradi, joyini olmasdan.
Tez bo'ldimmi? Xo'sh. Yana kirgadi. Juda ko'p kosmik muka tushyapti. Nima bedrock do'stlar? Your unlock level is about the upgrade. Do'stlar, sizdan hozir upgrade bo'lsa kerak. Bedrock nima bir ham men. Do'stlar, axir men bedrockni mana bu kamenga kirgan 30 sekund do'stlar, 30 sekund. Xo'sh, 30 sekund. Va 29. Do'stlar, kelinglar atrofda aylanamiz. Moblar aylaninglar. Hop, tot, nima deyiladi? Farqi yo'q. Do'stlar, aylanamiz atrofida sakrab. Hali hindular bo'ladi-ku, sizlar ko'rib. Xo'sh, xursandlikda atrofda aylanib yuramiz. Bo'lish moblar. Balki sabzi rostdan men sabzim bor. Ana orqamdan kelishyapti cho'chqalar. Yur, ketdik. Endi aniq urishgan yo'q, faqat qarashyapti, xolos do'stlar. Mayli, ham o'taveradi. 16, 15, 14, 13, 12. Hop, karmit. Qoch, karmit qilib olay. Qoch, buni ham karmit qilib ol. Karmit. Va 8, 7, 6. Men tushunishim. Mayli. 5, 4, 3, 2 va 2 va 1 do'stlar. Mana nihoyat biz o'tdik, ikkinchi levelga ham o'tdik. Lekin do'stlar, bu yog'i endi keyingi qismda bo'ladi. Nazarimda birinchi qismda biz ikkinchi levelga o'tdik, bu yog'i endi ikkinchi qismda do'stlar. Mayli, sizlar men Shahriyor edim, xayrlashib qolaman. Hammaga xayr deb qolaman do'stlar. Sizlar men Shahriyor edim, hammaga xayr do'stlar. Ikkinchi qism chiqadi albatta. Agar ko'p like qilsa bu video, hammaga xayr.